Bugun sizlar bilan birgalikda naqd bitta BMWni puli kirib ketgan akkaunt obzor qilamiz. Endi bu akkaunt O'zbekistondagi eng qimmat, ya'ni ne bir akkaunt bo'ladimi? Bugun sizlar bilan birgalikda naqd bitta BMWni puli kirib ketgan akkaunt obzor qilamiz. Assalomu alaykum barchalarga, sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videoni sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoda mana shu akkauntni obzor qilamiz. Bu akkaunt O'zbekistonga yangi kirib keldi. Buni yangi sotib olishdi. Video davomida nech pulga olingan, shular haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni boshlamasdan oldin sizlarga har doim aytib o'tganman. Prosta tak mana shu videoni ko'rib turib, tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun shu videomizga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Tak ko'rishinglar-ku, bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Biz bitta hozir mamnun qilib, bam perxot qilib videoni boshlaymiz. Demak, birinchi bo'lib akkauntni nimasini ko'rsak bo'lar ekan. Eslatib o'taman, bu akkaunt ham shaxsan men uchun qiziq. Nimalari bor, nimalari yo'q men ham bilmayman. Hozir sizlar bilan birgalikda shuni bilib olamiz. Yana bitta narsa, akkaunt narxini video davomida aytib o'taman. Plus bu akkauntda bitta narsasi bor, uncha akkauntda yo'q. O'sha narsa akkaunt narxini ancha ko'tarib turadi. O'shani video davomida aytib o'taman. Tak, unda birinchi bo'lib biz emotsiyalarni ko'ramiz. Davaydi, faqat redkalarni ko'rsatib beraman. Agar bitta ko'rsatib bersam, anchagina vaqtimiz o'tib ketadi. Xo'sh. Bam. Bu emotsiyani bilasizlar. Takoy. Menga yoqadigan emotsiyalarda hammasi hozir berdim. Men o'ylayman, ancha-muncha odamga yoqadi. Tak, padborda uncha-munchasini, tak, choyni ichoradigan emotsiyalar. Mana shu, to'xtanglar. Mana shunaqa emotsiyalari bor ekan akkauntda. Xo'sh, mana ko'rishimiz mumkin. Eng qizig'i mana hozir haqiqatda aytib o'taman sizlarga. Tak, bu kiyimga bor, mana men bu kiyimga Liboy emotsiya yarashadi. Qaranglar, mana default emotsiyalar mana qaranglar. Default mana. Bu kiyimga Liboy emotsiya yarashadi. Xuddi hayotda ham shunaqa kambag'al nimadir qilsa odamlar ustidan kuladi. Boy cringe narsa qilsa ham boyga yarashadi. Xuddi shu narsada. Qarang, bu kiyimga Liboy emotsiya tushaveradi. O'shaning uchun emotsiyalarni tezlashtirilgan holatda ko'rsatib beraman. Tak. Xo'p, men buni qaranglar, emotsiyalar shunchalik ko'p bo'lsa, mifiklarni tasavvur qila olmayapman borib. Bam, mana bunaqa emotsiyalar bor ekan va nihoyat emotsiyalari tugadi. Endi ko'radigan narsamiz mifiklarni ko'rib chiqamiz. To'xtanglar. Undan oldin aniq qilaylik, iki suitlarni ko'raylik. Davaydi, iki suitlarni ko'raylik-da. Faravon 7-level ekan. Tak, Poseidon 7, mana bu 4. Qolganlari mana bu 4, qolganlari 1-leveldan, lekin Varon olinmagan ekan menga eng yoqadigan iki suitlardan. Unda mifiklarni ko'rib chiqamiz. Bu akkauntimizda hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 20 ta ultimate bor ekan. Men bu ikkitasini qo'shmaganda 20 ta ultimate. Tak, mifiklari ketdi. Anchagina pastga tushsam kerak. Xo'p, bitta kiygizib o'tkazaman anaqa mifiklarni, takoy faqat redkalarni. Men bu bilasizlar, infeksiya juda ham old vi. Bu bor, bu ham вообще old vi edi. No, buni adashmasam Mythic Forge'da qaytarishdi, to'g'rimi? Agarda to'g'risi to'shta eslolmayapman. Qaytarishgan bo'lsa kommentga yozib qoldiringlar, qaytarishdimi, yo'qmi? Tak, yana nimalari bor? Hamma narsasi buni pastida. Men bilaman bu akkauntni. Chunki reyting narsalar pastda bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, lekin bitta ko'rsatsam anchagina vaqt o'tib ketar ekan borib. Ertalabgacha obzor qilar ekanmiz-da. Harakat qilaman, qo'limdan kelguncha qisqa londa qilib, unaqa cho'zib yubormayman. Xo'p. Voy, uncha ko'p bu. Tak. Voy, yurmay ham qoldi borib. O'zingizlar ko'rib olasizlar, men sekiro o'tkazishga harakat qilyapman, o'zingizlar ko'rib olishga ulguringlar. No, o'tmay ham qolyapti borib. Tak. 2x pijama bor ekan. Mana turishini qaranglar, boyladek turadi-da borib. Xo'sh, mana ikkinchisi bu. Tak. Yana basketbol, ko'k, qizil,
Oqi ham bor edi. Oqini kiyib oldim. Oq qani buni? 2x basketbol hozircha. To'xtaylik, qani oqi. Topaylik-da. Короче, oqini o'tkazib yubordim, lekin 3 ta basketbol bor ekan menimcha bu akkauntda. Hozir ikkitasini ko'rdim. Bittasi o'yinni boshida kiyib olgandim. U eng tepada turgan hozir oq basketbol eng tepada. Kaskalarga kelsak. Men bu kaskani bilasizlar, buni editorlar juda ham yaxshi ko'radi. Sami redki kaskalardan. Tak, bu kaska bor, Inferno bor, mana shunaqa kaskalari. Xo'sh. Tepa setlari 4 ta ultimate, bosh voy, tepa setlari devordimi? Bosh kiyimlari, uzr. Bosh kiyimlardan mana shunaqa bosh kiyimlari bor ekan. Bosh kiyim ko'pligini qaranglar. Men buni tugamayapti bu bosh kiyim. Bo'ldi. Tugadi menimcha-da, tugadi. Tugadi deganimga ham 5 sekund bo'ldi. Ochkilari, men bu ochkini bilasizlar o'zingizlar. Cho'tka ochkilardan. Xo'sh, men bu maska, где-то 6 oy oldin men video chiqarganim esingizda bo'lsa, Global PUBG'da, ya'ni 1000 ta akkauntda bittasida uchraydigan maska deb aytdim. Yaqinda buni adashmasam, buni ham qaytarishdi. Vashshi redki narsa edi bor mana shu maska. Tak, maskalari, R2 maskasi, voy qayerga ketib qoldim. To'xtaylar, maska ham bor mana. Tak, bularni ko'rib chiqamiz. Обязательно. Mana shunaqa maskalari bor ekan akkauntda. To'xtaylar. Nima qilamiz? Chiroyli donlar kesib qo'yaylik. Vot mana. Tepa setlari ko'ramiz. Shunaqa tepa setlari bor ekan akkauntda, lekin babe. Xo'sh, hozircha babe yo'q. Brigadga kapitan mamlaqa bor ekan. Missiyalar yo'q ekan akkauntda. Da, yo'q. Ko'k set, qora set обязательно bor. Rugzaklardan, mamlaqa rugzakli Godzilla. Pastki setlari, akkaunt pastki setlarini ko'ramiz. Ko'k set, qora set, perchatka bor. To'g'ri. Endi ko'radigan narsamiz akkauntdagi mythic fonlar. To'g'risi men fonlarga juda qiziqaman. Oranglarda menga o'xshaganlar bormi? Mana shunaqa fonlarga qiziqaman. Bay. Qaranglar, 3 ta, 6 ta, 9 ta 11 ta mythic fon bor. Mana turishni qaranglar. Haqiqiy boylarni foni bu. Tak, endi nimasini ko'rsak bo'ladi? Fonlarni ko'rdik. Конечно, super karlarni ko'ramiz. Mana buni qaranglar. Voy, buni bilgan biladi. Oldi Godzilla anaqasi. Tak, Uazikka 3 ta, 4 ta, 5 ta super kar bor ekan Uazikka. Tak, Dachaga 1 2 3 4 5 tak 5 bo'lsa 6 ta superkar. Bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta superkar bor ekan akkauntda. Xo'sh, men sizlarga boya aytdim, bu akkauntda bitta narsa bor. U normal akkauntning narxini ko'tarib turadi. Men shuni sizlarga ko'rsataman. Undan oldin do'stlar, videoga like bosmagan bo'lsanglar, like bosib, podpiskani tashab, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Keyingi safar kimni akkauntini obzor qilaylik. Agarda mana shu videoda 5000 ta like qilib beringlar, kommentariyaga o'sha odamni yozib qoldirsanglar, harakat qilaman shuni akkauntini obzor qilib berishga. Xo'sh, bu akkauntda kolleksiyasi 90 ekan. Qizig'i, yaqinda 90 bo'libdi. Mifiklari ko'ramiz 587 ta. Mifigi bor. Tak, boy aytgan narsam bu akkauntda nima narxini ko'taradi desanglar, mana bunaqa narsasi bor. Qaranglar. Nechta zava olingan bu akkauntga? S6, S7, S8, 9, 10, 11, bu yog'i 12, 13, 14. Tak 3, 6, 9 ta podrяд zava olingan akkauntga va old S sezonda. Men bu yerda 4 ta tak zava где-то общий bo'lib akkauntda 13 ta anaqasi bor ekan, zava ramkasi bor ekan. Endi mana shu narsa anchagina narxini ko'tarib turadi. Chunki qaranglar, 9 ta zava podrяд old sezonda olingan. Uncha akkauntda uchramaydi bu narsa. Buni ham ko'rdik. Endi prokachkalarni ham ko'rib chiqsak bo'lar ekan. Tak, prokachkalarni ko'ramiz. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Agarda qo'lingizdan kelsa, mana bu ID'si kirib turib, populyarlikni tashab qo'yinglar. Bu akkaunt populyarlik battle o'ynayapti hozir. Populyarlikni tashab qo'yinglar.
kattaroq populyarni tashlab, durja tashlab qo'ysanglar oladi. 1,852,000 shunaqa populyarlik bo'layotgan ekan. Hozirda yutqizayotgan ekan bu akkaunt. Tak что qo'lingizdan kelsa mana shu ID ga populyarliklarni bosib qo'yinglar. Laboratoriyaga kiramiz. 143 ta prokachka. Nechta M416 shuni ham ko'raylik-da. Mana bu yerdan ko'rib olaylik, shuni yaxshiroq deb o'ylayman. Tak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta M416 bor akkauntda. Bittasi yo'q ekan. Qaysi M416 yo'q? Kommentga tez yozinglarchi, qani kim anu PUBG oldindan biladi. Bitta oldi M416 yo'q akkauntda. Demak, prokachkalari 143 ta bo'lsa, undan 10 bittasi M416. Hozir faqat max bo'lganlarni sanab o'tamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ta hozircha 21 22 23 24 25 26 27 28 to'xtab qoldik a. Xo'sh, mana 28 29 tak yana bor mana 30 31 32 33 desam yo'q ekan. Bular mana bular anaqa ekanda, qaranglar 7 levelgacha kuchaytirilgan ekan. Bitta qolib ketgan ekan. Xo'p. 35 36 bu ham qaranglar bitta qolib ketganda mana qaranglar. 38 tak bu full emas. 39 40 ну короче 41 42 xo'sh mana 40 yo'q 42 hali ham. Ну men hozir adashmam ketdim, cho'ta to'g'risi adashmam ketdim, 44 tak 45 hozir mana bular ochsin-da. 46 tak 46 ta hozircha full оружие bor. 47 48 mana bu ham bitta qolgan ekan. Ну, короче da, где-то bir 50 ta maxi bor ekan. Undan 140 nechta, 143 ta bo'lsa, bir 70-80 tasi kilchatgacha olib chiqib qo'yilgan ekan. Demak, prokachkalarni ham ko'rib chiqdik. Takoy prokachkalar bor ekan akkauntda. Demak, nimasini ko'rsak bo'ladi? Aytgancha, sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tay. Agarda haligacha qimmatga uy solib yurgan bo'lsanglar, qanday qilib arzon uy solishni bilmayotgan bo'lsanglar, mana xuddi shu holatda poiskga Real PPM desanglar, mana kanalim chiqib keladi. Bu yerda hozirgi paytda O'zbekistondagi eng arzon UC servislardan biri. Tak, sizlarga ikkita yo'li bor arzonlashi. Birinchisi, bizda har juma kuni 100% javob beraman, eng arzon UC servis bo'ladi. Ikkinchisi, hozir YouTube kanaliga obuna bosib, adminga skrin tashlasanglar, sizlarga UC da skidkalar ham qilib berishadi. Faqat YouTube dan keldim deb yozib qoldirsanglar bo'ldi. Demak, akkauntda yana nimasi qoldi desak, hamma narsani ko'rib bo'ldi. Yana nimasini ko'rsatsam bo'ladi? RP-lari shu S4 dan o'ynalayotgan S5 dan fulloviy holatda RP solinib kelinyapti. Full holatda solinganmi? Da. Bitta ham qolmasdan RP solib kelishgan. Akkaunt narxi qancha desanglar, buni 8 ming atrofida, ya'ni где-то 85 millionmi hozir ko'rib beraman. Qanchaga olinganligini hozir ko'rib beraman sizlarga. Где-то 95 millionga olingan akkaunt, почти 100 millionlik akkaunt hozir obzor qildik. Shunaqa narxda olingan ekan. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Mana shu videoga albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar va kommentariyada keyingi akkaunt kimning akkaunti bo'lsin. Tak, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.